Boshi boru kechasi bilan nimalar qilib chiqdim tushunmadim. Do'stlarim bilan mazza qilib dam olgan turibdi biza. Voy. Bola yana noto'g'ri tushunmanglar, kecha juda ham charchab mana shu yerga uxlab qolibman. Bilmadim bu narsa qayerdan kelgan. Tushunmadim. O'rnimdan turayda voy. Mayli. Bu kimning telefoni bu tushunmadim. Mayli, nima bo'lganda mana bu yerga qo'yib turay. Okey, bu yerda nimadirlar. Buni ham olaylik-chi bolalar. To'xtanglar, mana juda ham issiq qanadir bolalar. Uyim issiq. Tashqari menimcha bahor kelganligi uchun aytgancha. Barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar, mendan so'rasanglar, hammasi ajoyib va voy tushunmadim. Lavalami? Men g'alati tush ko'ryapman choq. Bu yerda obsidian qiziq. Nima bo'lgan ekan bu yerda? Вообще boru. Obsidian qayerdan kelibdi? Bu yerga suv tomib ketgan choqi. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Tushunmadim. Bu sandiqda nima bor? Oddiy tuproqlar. To'g'ri. Bilmadim. Juda ham issiq bolalar. Ehtiyot bo'lishim kerak. Lavaga tushib ketmasligim kerak. Bilmadim, juda ham issiq bolalar hamma yer. Mert oliga borishim kerak. Ishqilib Mert tribusida mana bular menimcha shu uchun. Olish bitta bor ekan bolalar. Bu juda ham kam. Mayli, hozir shunday qilaman. Yaxshi, asta mana shunday qilib o'tamiz bolalar. Ehtiyotkorona harakat qilishim kerak. Sababi tushib ketish ehtimolim bor. Bu yerga tushib ketsam juda ham yomon bo'ladi. Mayli. Mert. Mert tirik ekan bolalar, Mert tirik ekan. Mert tirik ekan. Oppa, parkurlik qilib bormasam bolalar tushib ketdi. Men bu bloklarni film qilish kerak. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Shahis. Nima? Mer, o'z bilib turibsiz nima haqida kelganimni. Qisqasi, admin yana bitta xatolik qildi. Bolalar, shoshmanglar. 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va moddaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizdan 1000 ta obunachi qilinglar va shularning hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Admin faqat xatolik qilaverar ekan-da, Mer. Endi bilmadim. Admin juda ham adashatdi. Voy, bilmadim. Yana qanaqa xatolik qildi? Ko'ryapsanmi? Voy, admin bilan bir gaplashib qo'yishim kerak edi. Ban bo'lib ketib qolma yana Minecraftda. Yo'q, nimaga ban bo'laman? Mer, bularni qayerdan olasiz? Bular bilmadim. Bularni o'z uyimdan olib chiqdim. O'zimning omborxonamdan. Omborxonangiz yo'q bo'lib ketmabdimi? Mana bu yerda bilmadim, lekin juda ham g'alati Mer. Nima desam bo'ladi? Men senga ishim bor. O'zi yaxshi. Nimaga bunchalik kech turding? Kecha do'stlar bilan maza qilib charchagandimda. Mayli. Hamma qishloqlarni terib mana shu yerga olib kel. Bilasan, qishloqlar hech qachon parkur qilolmaydi yoki mana bloklarda yurolmaydi. Bundan ko'ra tezroq qishloqlarni olib kel. Xo'p, mayli bo'lmasa, hamma qishloqlar mana shu yerga yig'ay, Albatta. Tezroq biz o'zimizni sotib yashab turishimiz kerak. Admin shu bolalarni to'g'irlaguncha hech kim halok bo'lmasligi kerak, tushundingmi? Albatta, Mer, siz aytganingizdek bo'ladi. Xo'p, bolalar obunachilar mana bizga ish chiqdi va biz hozir qishloqlarni qutqarishimiz kerak ekan. Okey. Xo'p, bolalar, birinchi o'rinda bolalar o'zi bu yer qanday va nima bo'lib qolganiga juda ham hayronman boru. Yaxshi, birinchi bo'lib bo'lmasa, o'zimni qo'shnimni qutqarishdan boshlayman bolalar. Bilmadim bolalar. Quyosh isitgani yetmagan mana bu pastdagi lavalar ham juda ham isitordi bolalar. Mayli, ehtiyotkorona bo'lib harakat qilishim kerak. Hop.
Qo'shni shu yerdamisan? Ay, shaqas biza tabo bo'ldik, buni qarab pastda, ertalabda-da. Mayli chiqsi yo'q. Uzr, men seni qutqarishga kech keldim. Nima, qamal qutqaryapsanmi? Qanday qilib qutqaryapsan? Ovqatlarimiz ham yo'q. Qo'rqma, ovqatlab ol mana polizlardan. Hali juda ham ko'p ishlarim bor va hozir qishloqqa men seni olib ketishim kerak, bilasan-a? Bilaman, lekin baribir biz yonib ketamiz. Admin buni to'g'irlaguncha. Yo, hech qanaqa. Biz hozir xavfsizliklarni aniq qilamiz. Xo'p, mayli. Uzr, men seni ko'targanim uchun bilasan, mana bu yerlardan parkurlik qila olmaysan, to'g'rimi? Albatta. Mayli, bo'lmasa. Iltimos, tez olib boraylik. Qayerga olib boryapsan o'zi? Sen kutib turgin, hozir merdi uyiga boryapmiz. Voy, hali qaysi qishloqlarni qutqarishim kerak-a? Men lava tomonga qarab turibman, qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, hozir olib boryapman seni. Voy, sanami. Mayli. Bo'lmasa bolamani bu yerdan o'tkazamiz. Yaxshi, voy. Hamma yerni to'sib qo'ygansanda qishloqqa ko'rishim juda ham qiyin bo'lyapti. Mayli. Hop, mana mer birinchi qishloqni olib keldim, ya'ni o'zimni qo'shnimni. Mana olishingiz mumkin va ko'rishingiz mumkin nimadir qarochida. Malades, yana bitta bor, bilasan-a? Yana bitta qo'shnim, albatta, bo'l, tushundim. Kim haqida gapirayotganingizda. Okey, bola, xo'p, mana bu qo'shnimni ham qutqarishim kerak. Bu qo'shnim ishqilib uyda bo'lsin, yana shoshilib men bu yerga tushib ketib qolgan bo'lmassan. Okey, yaxshi ham bolalar, men e'tiborli bo'lib chiqdim. Odatda bola bilasizlar, voy deb men osmonga qarab buni chiqardim bolalar. Ehtiyot bo'lib chiqdim. Yaxshi. Xo'p, tushmadim, qulf ekan. Qo'shni. Voy, mana shunday qilib buzib qo'yamiz. Qo'shni. Tushmadim, qo'shni qayerdasan? Mana bu yerda bo'lsa kerak. Qo'shni qayerga ketibdi ekan? Qo'shni. Nima deysan? Qo'shni, men senga qidirib yuribman. Nimaga eshigini qulflab qo'ygansan? Ko'rmayapsanmi, shunchalik yomon havo bo'lyapti. Nima, havo eshigidan kirmaydimi? Mana bu yerdan ham kiraveradi-yu. Nima bo'lganda ham nima deysan? Meni qara isib ketganimni. Shuncha tepaga chiqib olayim, lekin ancha salqinroq ekan bu yer. Baribir ham juda ham issiq. Nima deysan? Mer seni chaqiryapti. Ber barchani yig'yapti o'sha yerga. U yer juda ham issiq. Yo, u yer ozginagina sovuq, chunki muzlar bor. Rostdanmi? Albatta, keyin salqin ichimliklar bor. O'zingni keltirib olasan o'zingga va ovqatlar ham bor. Ovqatlar ham tayyorlayapman. Mayli, men lekin qanday parkur qila olaman? Sen parkur qila olmaysan, men o'zim olib tushaman seni. Parkur qilib, yana o'zingni xalit qilib qo'yma deyapman-da. Mayli, katta rahmat lekin. Arzimaydi. Bola bunachilar bu qo'shnimni ham qutqarishim kerak, nima bo'lganda ham. Bola, qanday qilib tushsam ekan? Mana bu yerdan ehtiyotkorona tushishim kerak. Nima qilyapsan? Sen qo'rqmay turgin. Hozir 5 minutda tushamiz. Oppa, yaxshi. Voy bolalar, xato ish qildimmi deyman-da. Hatto ish qildim menimcha bolalar. Voy bolalar. Hop, yo'q, xato ish qilmabman. Normal. Nima edi, mer, mana yana bitta qishloqni olib keldim, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, qo'rqgan holda. Mer, bu yer juda ham salgina issiq ekan. Nimaga? Qanday issiq bo'lishi mumkin? Shuncha muzlar olib kelib qo'yganman. Yuqori salqinroq edi menga. Yo, sen o'rganib qo'ygansan. Qisqasi, mer yana olib kelaveraymi? Albatta, hammasini olib kel. Aha, mayli, mer. Bolamni qaranglar, yana qishloqlarni olib ketish kerak. Ana yerdagi qishloqlar ham bor menimcha, to'g'rimi? Adashmasam, ana yerda qishloqni ko'rdim. Voy bolalar, juda ham ko'p ishlarim ko'p, bolalar juda ham. Hamma mas'uliyatni hozir menga to'nkarib qo'ydi-da, mer, bilmadim nimaga. Shunchalik men merda ishongan odamman yoki shunchalik keraksiz odamman, bolalar. O'zi ikkita variantda mana. Agarda men keraksiz odam bo'lsam, mer shuni qo'yaveradi meni. Agar ishongan odam bo'lsam, shunaqa ishonadi. Vashshi juda ham qiyin bo'lyapti. Bola, lekin menga juda ham qiziqdi. Meni uyimni yondagi sandiqga kim mana bu tuproqlarni qo'yib ketgan bo'lishi mumkin? Vashshi bolalar, chunki juda ham g'alati, xuddi bir uyushtirilgandek bo'lyapti-da. Bilmadim. Qishloqqa nima gap, yaxshimisan? Yaxshi. Shahas, qutqargani keldingmi meni? Albatta. Opa, yaxshi, sana mana shunday invertarimga turib turdi. Bola bilasizlar, qishloqlarni invertarga tiqsa bo'ladi. U shunaqa nima edi? Texnologiyalarni rivojlanib ketganda bolalar qisqasi. Ehtiyotkorona, agarda men tushib o'lib ketib qolsam, bola ustimdan kulish bo'lmasin bolalar. Mayli, qishloq masalan qutqargan keldim, gapirishga umuman vaqtim yo'q, chunki men hali juda ham ko'p ishlar qilishim kerak. Bilasizlar, juda ham Oppa, yaxshi bola, nimadirlar qilib tashlayapman bor, lekin oppa, shunday og'ir qishloqlar bilan. Yaxshi.
Mer meni yana qishloqqa olib keldim. Mer bu qishloqqa sig'adimi o'zi yo'qmi bilmadim lekin. Mana bu yerga qo'yamiz bitta qishloqni va mana bu yerga qo'yamiz bitta qishloqni. O'tda mer qishloqlar ko'payib ketyapti lekin. Mayli, olib kel, tezroq bo'l. Okey, mer o'z bilasiz. Voy, u men tuproqlarim qolmayapti bolalar. Uy, ehtiyotkorona qo'yishim kerak. Hop. Oba, normal. Okey, mana shuni qilib qo'yamiz-da. Voy, bolalar ehtiyotkorona bo'lishim kerak. Yetmayapti. Mayli. Yetsin endi, yaxshi. Mayli, yana bitta qo'yaman. Okey, yaxshi. Bolalar, tuproq yetmayapti. Nima qilsam bo'lar ekan, ha? Menga zo'r fikr keldi, bolalar. Menga ajoyib fikr keldi. Ajoyib va g'aroyib fikr keldi. O'zi boshdan bosh keluvdi bolalar bunaqa fikrlar. Lekin yanada ko'proq fikr, juda ham zo'r fikrlar kelganda bolalar. Mana shu yerdagi ozginagina tuproqlarni olsak, hech nima qilmas kerak. Sababi barcha tuproqlarni olmayapmiz u bolalar. Bolalar juda ham qiyin muammolarga duch keldik bolalar. Bilmadim nimaga bunaqa muammolar bo'lmoqda. Bilasizlar, shunaqa muammolar bo'lib turmasa bo'lmaydi bizning qishloqda. Voy, yetmayapti. Yetdi. Yaxshi. Ishni qilib ko'ramiz. Bu yerga va bu yerga qo'yamiz va bularni ham birlashtirib olamiz. Ajoyib. Mana endi qo'shnilar bemalol mana shunga qilib o'tib ketadi. Qishloqqa yaxshimisan, men seni qutqargan kelim. Va qishloqqa yaxshimisan, men seni qutqargan kelim. Ikkalasiga ham shunday deydi. Bo'lmasa, nima men ko'taryapsan degan gaplar kerak emas menga. Hoppa, normal. Men meni olib keldim. Barchasini olib keldim va siqdi bilmadim. Voy. Mana bu yerga ham qo'yaman. Voy, san nima vashshi. Mer nima qilaman endi? Mer qishloqlar ko'payib ketdi. Endi qara, polizlarni tozalab shunaqa, qisqasi shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Voy, mer shunchalik ham ish ko'p bo'ladimi? Qanday qilib muammoni hal qilsak bo'ladi? Mana obunachilarimga ham qiziq. Biz muammoni hal qilmaymiz, admin hal qiladi, ko'rmaysanmi? Voy, mayli. Voy, bolalar, obunachilar buni qaranglar. Nima desam bo'ladi? Admin hal yo'q. Voy. Tushmadimmi? Men qayerdaman? Voy, juda ham g'alati yer ekan. Nima, men lavaga tushib ketdimmi men? Tushmadim. Men qachon lavaga tushib ketdim? E'tiborsizligim bo'ldi. Mayli. Voy, Nodir aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, normalmisan? Yaxshi. Qisqasi, ko'rdik seni bu yerda. Bu yer qayer o'zi? Kimsiz? O'rtasida men Nodir emasman. Men obunachilaring biladi. Bilmadim, men sizni tanimas ekanim. Senga mayli yana bir marta imkoniyat beramiz, tushunyapsanmi? Qanaqa imkoniyat bu? Minecraftda yana bir marta imkoniyat. Tushunsang tushunding. Mayli, unut barcha narsalarni. Nimalarni unutay? O'zing bil. Voy. Tushmadim. Qayerdamanmi? Voy, uyimdanmi? Voy. Rostdan bola, men yana bir marta Voy, bola, men lavaga tushib ketdim. Voy, bola, men tirikman. Lekin men inventarimdagi narsalar, bola, men tirikman. Qishloqlar hammasi, voy, bola. Voy, yaxshi bolalar. Endi ehtiyotkorona bo'lib harakat qilmasam bo'lmaydi bolalar. Sal qolmas, o'zi shuni tushib ketdim-ku. Voy. Bilmadim. Juda ham g'alati ishim bo'ldi-da, borib. Hali mana bularni ham olishim kerakmi? Vashshi borib jonga tegdi. Faqat ish, men kunim ish bilan o'tadi. Nimaga menga faqat ish buyuradi? Qishloqlar ham kelib ishlasin. Mana senga ehtiyotkorona bo'lishim kerak. Men bu yerga tushib ketmasdan ovqat bizga kerak. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Bolalar, admin nima deb o'ylaysizlar? Admin shunchalik e'tiborsizmi yoki o'zi ataylabdan qillimi? Bilmadim bolalar. Shuni tez kommentariyga yozib qoldiringlar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Sog', salomat bo'linglar.